Mana keldi. Men aytgan qonog'imiz. Alaykum assalom. Biz sizni muhim sabab bilan chaqirgandik. Shu 2 yoshga nikoh o'qib bermaysizmi? O'zingiz o'qimaysizmi? Voy, men janozaga borishim kerak bo'lyapti. Yo, siz janozaga boring, men nikoh o'qib qo'yaman. Yo'q. Nikoh o'qiyman. Hurmatli 2 yosh, sizlarga hayotingiz uchun eng muhim 2 savolim bor. Otingiz kim edi? Nurpo'lat. Ha, Nurpo'lat mirzo, yoningizda o'tirgan suluv qizni umrlik yo'ldosh qilib olishga rozimisiz? Roziman. Ha, yaxshi. Kelin, sizni javobingiz? Roziman. Guvoh. Guvohcha. Hurmatli 2 yosh, Vlasiyev Danni. Mahar. Mahar. Mahar bo'yicha. Maharga nima so'raysiz? Toyota Camry gibrid, полная комплектация, чистый Carfax, koreys. Uyalmaysanmi, yaxshi qiz Camry so'ragani? Kuyov bolani ko'ryapsanmi? Olib bera olmaydi bu senga Camry. Yo'q, mulla aka, olib beraman. Men va'da berganman. Sevgim uchun bariga tayyorman. Qancha berish kerak? Endi shu ham savol bo'ldimi? Chin yuragingdan, addushi ko'nglingdan chiqqan 2-3 ming bersang bo'ladi. Yaxshi. Hurmatli 2 yosh, объявляю вас мужем и женой. Можешь поцеловать невесту. Oy. Masjidda emas. O'lib qolyapsanmi? Shoshma uyda. Давайте.